Atigi juda oson va bir dona sayt orqali biz musiqa chiqaramiz, musiqani klipga aylantiramiz va har xil shablonlar bilan ishlashimiz mumkin. Vibe Me AI yangi sun'iy intellekt va yangi davr. Salom sun'iy intellekt va dizaynga qiziqadiganlar, bugungi videorolikda Vibe Me AI haqida batafsil ko'rib chiqamiz va musiqalarni tinglaymiz. Vibe Me AI ni plus tarafi shundaki, siz bu yerda musiqani chiqarasiz, musiqaga alohida qahramonni tanlab olishingiz ham mumkin va undan tashqari juda ko'plab sun'iy intellektlar birlashgan. Ya'ni Seedance, Kling, V3, ChatGPT, Nano Banana va juda ko'plab sun'iy intellekt aynan yig'ilgan. Demak, bugungi videorolikda biz aynan Vibe Me AI ni ko'rib chiqamiz. Demak, mana music videoga bosdim va bu yerda o'zingiz uchun musiqa chiqarib olishingiz mumkin. Yoki buni alohida multfilm stilda, yoki mana tam kuchukcha yoki mushukchalar ashula aytishi mumkin va duet ham bor. Ya'ni siz asosiy qahramonlarni tanlab olasiz va bu qahramonlar birgalikda duet aytadi. Ya'ni lip sync ham bor. Bu juda zo'r va qulay va storyboard bor va bu yerda mana AI song, ya'ni bu yerda biz aynan musiqani chiqarib olishimiz mumkin. Mana alohida prompt tayyorlab qo'yganman va bu promptni biz yozamiz. Easy mod bor yoki mana lyric mod bor. Ya'ni bu yerga biz matnni yozamiz. Bugun meni kunim yonadi qalbim, orzular sari uchaman har dam, do'stlar bilan birga kayfiyat baland, hayot go'zal ekan, his qil bu dam. Juda oson qofiyalardan biri. Endi bu yerda stil bor. Biz stilni yozib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni random deb bossak, bu yerda har xil yo'nalishni o'zi chiqarib beradi. Bu yerda pop bor, rock bor, hip hop bor yoki mana elektronik bor yoki mana R&B bor. Biz buni alohida yozib qo'yishimiz mumkin. Lekin men alohida bu yerda aynan stillarni tayyorlab qo'yganman. Song settingsga to'xtalib o'taman. Ya'ni bu yerda biz aynan musiqani kayfiyatini tanlab olishimiz mumkin. Ya'ni romantichniy bo'lishi mumkin yoki mana energichniy bo'lishi mumkin yoki mana dark bor va nostalgik bor va bu yerda biz tanlab olishimiz mumkin. Lekin men alohida promptni yozib qoldirganman. Bu yerda hamma narsa tayyor. Endi esa biz nomini yozib qo'yamiz. Kelinglar, biz TikTok hit deb yozamiz. To'g'ri yozdim, men o'ylashim bo'yicha va generate tugmasini bosamiz. Generate'ni bosganimizda bizni aynan musiqamiz hozirgi vaqtda generatsiya bo'lyapti va hammasi mana bu yerda chiqadi. Qanaqa yo'nalishda siz generatsiya qilishingizdan qat'iy nazar, bu yerda boshdan oxirigacha chiqib beradi. Video bormi, musiqa bormi yoki rasm bormi? Hozir mana 20% bo'ldi va biz ekranning chap tarafiga e'tibor qaratamiz. Bu yerdagi qulayliklarga e'tibor bering. Ya'ni text to video bor. Ya'ni biz matnni aynan videoga aylantiramiz yoki image to video bor. Ya'ni biz rasmni yuklaymiz va rasm animatsiya bo'ladi. Va bu yerda reference mod bor. Ya'ni biz 4 tagacha rasmni yuklaymiz va o'shani birlashtirib bizga animatsiya qilib beradi. Va bu yerda mana AI image bor. Ya'ni biz bu yerga reference yuklab qo'yishimiz mumkin. Tayyor prompt bor. Bu yerda mana Nano Bananami yoki hamma narsani tanlab olishimiz mumkin. Mana Seedream bor, ChatGPT image bor va Nano Banana Pro va ikkisi ham bor ekan. Va mana TikTok hit уже tayyor. Eshitamiz. TikTok hit bu. Men promptiga yozganman, o'zbekcha aynan. Bugün benim kunum, yonadı kalbim, orzular sarı, uçaman hardan, dostlar bilan birga, kayfiyat balan, hayot go'zal ekan, his qil bu dam. Yaxshi, zo'r. Va bu yerda urg'u aynan bitga berilgan, ya'ni o'zbek yo'nalishida o'zbek aynan instrumentallari bo'lsin dedim. Endi esa men sal boshqacharoq, sal agressivroq musiqa tayyorlab ko'rmoqchiman. Endi esa yuqoridagi xuddi o'sha matnni olamiz va bu yerda heavy metal, ya'ni alohida elektr gitaralar bilan o'ta jostki rock eshitamiz. Demak, bir narsani eslatib o'taman. Bu yerda siz aynan ovoz sohiblarini tanlab olishingiz mumkin, ya'ni erkak kishi yoki ayol kishi. Biz randomni qo'yamiz va generate tugmasini bosamiz va har bitta generatsiya bu 20 ta tokenni oladi. Endi esa lip syncga to'xtalib o'tamiz. Lip sync bu nima? Siz alohida rasmni yuklaysiz va musiqani yuklaganingizdan keyin o'sha musiqaga sizni rasmingiz aynan gapirib, ovozlari, lablari bilan to'g'ri keladi. Oddiy misol, mana buni tanlaymiz va xohlagan ovozni yuklab qo'ysak, bizda tayyor
tayyor avatar tayyor bo'ladi va bu haqiqatan ham juda oson va qulay tayyorlangan ekan. Demak, bizni ikkinchi musiqamiz ham tayyor bo'ldi. Aytgancha, bu aynan telefonda ham ishlar ekan. Oddiy misol Get appni bosamiz va bu yerda Google Play yoki App Store'dan bemalol yuklab olib, telefonda ham ishlatishimiz mumkin. Bu haqiqatan ham qulay. Demak, bizda ikkinchi aynan musiqa tayyor bo'ldi va bu heavy metal, ya'ni alohida elektro gitaralar bilan o'ta og'ir, agressiv musiqa bo'ladi va biz eshitamiz. Wow, boshlanishi zo'r. Wow, gitarani qarang. Yeah. Gap yo'q. Bugün benim günüm, Ovozi qarayli. kalbim, orzular sarı, uçaman hardam. Ayol kishi ham bor ekan. Birga, kayfiyat baland, hayot go'zal ekan. His qil bu dam. Ovozlarni qarayli. Gap yo'q. Mana vibe, mana agressiya, mana ritm va mana ovoz. Ayol kishini va erkak kishi bilan ovozlar juda kombinatsiyada zo'r ishlagan va random haqiqatan ham zo'r ekan. Ya'ni randomni tanlaysiz va randomni sizga o'zi tayyorlab beradi. Va biz hozir buni rock stilda eshitdik. Endi esa yana bir sal boshqacharoq stilda eshitib ko'ramiz. Indie pop yo'nalishi. Bu mana O'zbekistonga juda ma'qul keladi va o'zbek auditoriyasi eshitadigan samplelar, eshitadigan ritm, eshitadigan aynan ohanglar bor. Yaxshi. Bugün benim günüm, yonadı kalbim. Orzular sarı, uçaman hardam. Dostlar bilan birga, kayfiyat baland, hayot go'zal ekan. His qil bu dam. Yaxshi. Buni aynan duet bilan tayyorlash mumkin. Ya'ni alohida ayol kishi, alohida erkak kishi va tillarim ham aylanmay qolyapti. To'g'risini aytsam, men buni Sunoda hali takrorlab ko'rmagandim. Plus taraflardan biri shu ekan. Endi esa biz qahramon chiqarib olishimiz kerak. Qahramon uchun biz alohida AI image ga o'tamiz. Demak, endi esa biz qahramon tayyorlaymiz va bu musiqani o'zidan kelib chiqib men prompt yozdim va bu promptni biz aynan prompt joyiga yuklaymiz. Va bu yerda mana nana banana bor, ikkisini tanlaymiz, sifati yaxshiroq va aynan bu yerda sifatini tanlab olishimiz ham mumkin. 2K yetadi va o'lchov belgilar. Juda ko'p o'lchov belgilar bor. Biz 9 ga 16 ni bosamiz va generate tugmasini bosamiz va mana bu image aynan bo'limida biz chiqarib turgan rasm chiqadi va bu haqiqatan ham qulay, ya'ni organizatsiyasi juda yaxshi chiqibdi. Va biz kutamiz nima chiqar ekan. To'g'risini aytsam, men aynan milliy musiqani eshitib ko'rmoqchiman va o'sha matnni va alohida prompt bilan yozib ko'rdim. Mana promptni ko'rib olishingiz mumkin. Alohida Telegram kanalimga конечно yuklab qo'yaman. Demak, eshitamiz. Yo'q, bu aynan O'zbek Star ekan va biz chiqargan qahramon Dilshod nomli Dilshod Live. Va bu haqiqatan ham zo'r. Keling, buni yuklab olamiz. Download. Demak, bizda musiqa tayyor va alohida qahramon tayyor. Biz storyboardga o'tamiz va bu yerga biz o'zimiz tayyorlagan musiqani yuklaymiz. Ya'ni TikTok hit. TikTokda hit bo'lib ketsa ham xursand bo'lar edim va alohida Dilshod Live ni ham yuklab qo'yamiz. Va mana Dilshod Live. Va mana 150 ta aynan kredit ketar ekan va bu yerda biz tanlab olishimiz mumkin. 9 ga 16 va prompt ham yozib qo'yishimiz mumkin. Bu aynan ne обязательно narsalardan biri. Va mana sifatlar bor. Oddiy misol mana 1080 da tanlasa 240 ta ketar ekan. Mayli 720 ni ko'ramiz, chunki kreditlarimiz ko'p ketib qolmasin. Va meni o'ylashim bo'yicha Dilshod aynan bu musiqaga juda ajoyib bo'lgan o'zini konsertini beradi. Va biz generate'ni bosganimizdan keyin bizdan 180 ta kredit olinadi va meni o'ylashim bo'yicha bu Dilshod haqiqatan ham o'zbek auditoriyasini juda qalbidan joy oladi degan umiddaman. Endi esa keling haqiqiy o'zbekona musiqani eshitamiz. Mana hit. Ha. Bu to'ylarda chiqadigan ashula bo'pti-yu.
yaxshi. Zo'r. Va biz aynan generatsiya bo'lishini kutamiz. Mana bu musiqani tanladim va mana bu qahramonni tanladim. Bugun mening kunim. Va bu haqiqatan prosmotr yig'adi degan umiddaman. Demak, bizni aynan Dilshod Live eng zo'r artistimiz O'zbek starimiz, demak, hozir tribunalarni yorib tashlaydi degan umiddaman. Va bu mana shu sayt. Ya'ni bu yerda juda ko'plab sun'iy intellektlar bor, bu yerda alohida mana shablonlar bor, bemalol ko'rib olishingiz mumkin, kim qanday promptlar bilan ishlagan va bu haqiqatan ham oson, qulay va men uchun yangilik bo'ldi. Demak, Vibe Me AI vo deydi-yu. 92% va 38%. Biz esa kutamiz. Demak, Dilshod Star, yo'q, O'zbek Star Dilshod Live 99% va alohida o'sha chiqargan qahramonimiz 69% bo'ldi. Va mana 100% bo'ldi. Kelinglar Dilshodni ko'ramiz. Biz tayyorlagan qahramon da lip-sync sal xato. Voh, yaxshi. Yıllardır kaldım orzular sarı uçaman hardam dostlar bilan birga. Da lip-syncda sal ishlash kerak ustida va biz mana bu qahramonimizni ko'ramiz. Qalbim bugun mening kunim. Mana bu yaxshi. Yonadi qalbim Buni orzular sari uçaman hardam upscale qilsak yaxshiroq chiqadi. bilan birga kayfiyat baland hayot go'zal ekan Tayyor. his qil bu dam. Tayyor olasiz. Kerakli aynan kuchukcha bo'lsa kuchukcha yoki buni aynan bir multfilm qilaman siz multfilm yoki duet qilaman siz duet o'zingiz rasmingiz bilan tayyorlasangiz bo'ladi. Va Vibe Me AI ni mana shunday qulayliklari bor ekan. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa like tugmachasini bosing, keyingi videolarda ko'rishguncha